Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi darsimizni boshladik. Bugungi darsimiz have has mavzusida bo'lib, biz bunda qachon have has yoki have got has gotdan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Birinchi, o'zi have hasni ma'nosi nima? Have hasni asosiy ma'nosi ega bo'lmoq, bor degan ma'noni anglatadi va biz qachon have dan, qachon hasdan foydalanamiz, shuni ko'rib chiqamiz. Qachonki egamiz I, you, we, they bo'lsa, ko'plik ma'nosida have dan foydalanamiz. Masalan, I have a car. Meni mashinam bor. You have a book. Sizning kitobingiz bor. Yoki masalan aytaman, they have cars. Ularning mashinalari bor degan ma'noda. Qachon has dan foydalanamiz? Has dan qachonki egamiz he, she, it ya'ni birlikda bo'lganda has dan foydalanamiz. He has a bike. Masalan, uni velosipedi bor. She has blue eyes. Uni ko'k ko'zlari bor degan ma'noda. Xo'p, endi have got va has got ikkalasining ham ma'nosi bir xil, ya'ni have has bilan have got has got ikkalasining ma'nosi bir xil, ya'ni ega bo'lmoq degan ma'noni anglatadi va biz have got va has gotdan foydalanamiz. Ikkalasining ham bir xil ma'noda, ya'ni va bu shakl asosan Britaniya ingliz tilida keng qo'llanilar ekan. Have got, has got. Have bilan has bo'lsa American Englishda qo'llaniladi. Bunda ham egamiz I, we, they bo'lganda, I, you, we, they bo'lganda have gotdan foydalanamiz. I have got a phone. Meni telefonim bor. Qachonki egamiz he, she, it bo'lganda esa has gotdan foydalanar ekanmiz. She has got long hair. Uning uzun sochlari bor degan ma'noda. Xo'p, ma'nosi ikkalasini bir xil. Aligi shaklda ozgina farq bor, ya'ni masalan have da I have a car, meni mashinam bor. Bunda bo'lsa I have got a car, mashinam bor, ya'ni meni mashinam bor. Ikkalasining ham ma'nosi ko'rib turganimizdek bir xil, faqatgina bunda got ishlatilyapti. Xo'p, egamiz she bo'lgani uchun has dan foydalanyapmiz. She has a dog, uni iti bor. She has got a dog, uni iti bor. Ikkalasining ham ma'nosi bir xil ekan. Ya'ni ikkalasi ham to'g'ri va qo'llanishi mumkin har qanday kontekstda ham. Demak, qanday qilib qisqartiriladi buni ko'rib chiqamiz. Ya'ni have gotning qisqartirilishi. I have got, you have got, you've got, we have got, we've got, they have got, they've got. He has got, he's got, she has got, she's got, it has got, it's got. Endi bu yerda bizda savol tug'ilishi mumkin. Mana his, she's, it's bo'lyapti. Lekin isni ham qisqartirilganda xuddi shunday bo'ladi, to'g'rimi? Mana he is deganimizda his bo'ladi, xuddi shunday qisqaradi. Lekin ma'nosi aniq bilib olishimiz mumkin, ya'ni farqini. Bunda masalan he is a student desak, he is a student, u talaba, unda got ishlatilmayapti. He has got a book, uni kitobi bor. Bu yerda got ishlatilyapti va ma'nosi ham bor degan ma'noda kelyapti. Ya'ni got bo'lmagan taqdirda ham his a book, ya'ni unda kitob bor degan ma'noda bo'ladi. Masalan, I have got a sister, meni singlim bor. She's got blue eyes, uni ko'k ko'zlari bor. They've got a new teacher, ularning yangi o'qituvchisi bor degan ma'noda, ya'ni ega bo'lmoq, bor degan ma'noni anglatilyapti. Endi biz qanday qilib inkor shaklini yasashimiz mumkin? Ko'rib turganimizdek bu yerda don't, doesn't va haven't qo'yilibdi va qachon qo'llaymiz buni? Qachonki have, has bilan bor ma'nosini ifodalaganimizda subject, ya'ni egaga qarab don't yoki doesn't dan foydalanamiz va have qo'shiladi. Mana I bo'lgani uchun don't dan foydalanyapmiz, to'g'rimi? I don't have a car, mana meni mashinam yo'q. Egamiz he bo'lgani uchun mana subject he bo'lgani uchun doesn't dan foydalanyapmiz. Mana doesn't va have a bike. He doesn't have a bike. Mana bu yerda doesn't bo'lgani uchun ham bu yerda has ishlatilmayapti. He doesn't has a bike deb bo'lmaydi, bu noto'g'ri. Chunki mana does kelgani uchun have. He doesn't have a bike, uni mashinasi yo'q, velosipedi yo'q. Endi have got-dachi. Bunda subject ega, have va hasni o'ziga notni qo'shamiz, ya'ni inkor ma'nosini. Haven't, hasn't, mana qisqartirilgan shaklini ko'rib turibmiz va got. I haven't got a car, meni mashinam yo'q. He hasn't got a bike, uni velosipedi yo'q.
Mana ko'rib turganimizdek, bu shaklda ham ma'nosi bir xil ekan, hech qanday farqi bo'lmayapti ma'noda. Xo'p, endi savol shakli, ya'ni so'roq shaklini biz qanday qilib tuzar ekanmiz? So'roq shaklda ham have has uchun do does yordamchilaridan foydalanamiz va birinchi do does ega, keyin have dan foydalanamiz. Mana do you have a pen? Mana do you bo'lgani uchun do ishlatilyapti. Do you have a pen? Ya'ni sening ruchkang bormi? Does he have a sister? Uni singlisi bormi? Mana he bo'lgani uchun does. Va have dan foydalanyapmiz, has emas. Demak, have got, has got dachi. Bunda yana have has oldinga chiqadi, egadan oldinga va subject va got. Have you got a pen? Ruchkang bormi? Has he got a sister? Uni singlisi bormi? Bu demak so'roq shakli ekan. Endi biz bunga qanday qilib javob beramiz? Mana ko'rib turganimizdek, have'li birikmada do you have a car? Ya'ni sening mashinang bormi? Ya'ni sizdan so'rayapti. Siz shunda men deb javob berasiz. Yes, I do. Mana do bilan savol beryaptimi? Do bilan javob beramiz. Ya'ni sendan so'rayapti, men deb javob beramiz. Yes, I do yoki no, I don't. Yo'q, menda yo'q. O'zimizning ona tilimizda ham masalan aytamiz, seni ruchkang bormi desa, ha, bor deymiz yoki yo'q deymiz, to'g'rimi? Hech qanday ha, meni ruchkam bor, ha, meni daftarim bor yoki yo'q, men daftarim yo'q deb to'liq javob bermaymiz, ya'ni qisqa javob beramiz. Ingliz tilida ham xuddi shunday, bunda qisqa javob beramiz. Mana bu yerda aytayapti, does he have a bike? Ya'ni uni velosipedi bormi? Mana yes, he ga savol beryapti, he bilan javob beramiz. Yes, he, mana does. Ha, uni velosipedi bor. No, he doesn't. Yo'q, uni velosipedi yo'q ekan. Endi have got dachi. Have got da mana have you got a car? Ya'ni seni mashinang bormi? Have bilan savol beryapti, ya'ni have bilan javob beramiz. Yes, I have. No, I haven't. Has she got a cat? Uni mushugi bormi? No, she hasn't. Yoki yes, she has bo'larkan. Has bilan savol beryapti, has bilan javob qaytaryapmiz, egasi she bo'lyapti. Demak, qisqa javoblar ham tushunarli bo'lsa, endi keyingisini ko'ramiz. Endi bu yerda e'tibor bersak, have, ya'ni bor bo'lmoq, egalik qilmoq ma'nosini bildirmaydi. Bu yerda harakatni bildiradi. Ya'ni have harakatni bildirib kelar ekan. Masalan, I have breakfast at 7. Men ertalab soat 7 da demak nonushta qilaman deyapti-ya. Ya'ni bu yerda men nonushta bor degan ma'noda emas, harakatni bildiryapti. Yoki tushlik qilaman deymiz, kechki ovqat qilaman deymiz, have lunch, have breakfast deb ketaveramiz. Yoki dam olishni bildirganda, u hozir dam olyapti demoqchi bo'lsak, masalan, she is having a rest. U dam olyapti mana. Bu yerda hech qanday dam bor degan ma'noda emas. Yoki have a break, ya'ni tanaffus olmoq. Ya'ni dars davomida yoki boshqa bir ish jarayonida biz tanaffus olamiz, tanaffus bo'ladi. Shunda have a break. Let's have a break. Keling tanaffus olamiz deymiz. Yoki mana cho'milish, vanna qabul qilish, dush qabul qilishda ishlatiladi. Have a shower yoki have a bath. Men hozir dush qabul qilyapman demoqchi bo'lsak, I am having a shower. Ya'ni bu yerda hech qanday bor ma'nosini emas, ya'ni men dush qabul qilyapman, harakatni bildiryapti. Xo'p, keyingisi, ya'ni suhbat jarayonida have a conversation, ya'ni suhbat qurmoq. Have a chat, bunda ham suhbat qurmoq, gaplashmoq ma'nosida. Yoki meni shunaqa darsdaman, we have English every Monday, ya'ni har dushanba bizda ingliz tili darsi bor. Bu yerda dars jarayonida bo'lishini nazarda tutyapti. Demak, bu yerda nima ekan? Have harakat ma'nosida ishlatilar ekan. Xo'p, davom etamiz. Endi have got da bo'lsa harakatni bildirmaydi. Xuddi have kabi yoki has kabi harakatni bildirmaydi. Faqatgina have got egalikni bildiradi, ya'ni egalik qilmoq, bor bo'lmoq ma'nosida ishlatiladi. Bunda biz I have got breakfast deya olmaymiz. Ya'ni menda breakfast bor bo'lib qoladi. Bu yerda unaqa deb bo'lmaydi. Ya'ni men nonushta qilaman har kun ertalab degan ma'noda I have breakfast every morning deymiz. She has got lunch at school. U masalan maktabda nonushta qildi degan ma'noda she has lunch at school deyishimiz kerak-da, she has got emas. Ya'ni bu noto'g'ri bo'lar ekan. Demak, shu yerda biz buni tushunib olishimiz kerakki, have got, has got